uning uchun tarixiy natija. 10 ta sportchi ikkita vazn toifasi chempioni bo'lgan UFC'da. Habib Nurmagomedov chiqib mana do'stini tabriklayapti. Islom og'ir jang o'tkazdi, balki faoliyatidagi eng og'ir janglardan biri, lekin talofat ko'rmadi. Masalan, Poirier uni peshonasini yorib qo'yib, bir umrga chandiq qoldirgan edi. Yana Alex Volkanovski bilan jang oxirida Islom Maxachev zo'rg'a nafas olayotgandi, lekin bu jangni Islom bitta tempda o'tkazdi. Umuman charchoq sezilmayapti unda. Mana hozir urushsa yana bir raund urushadigandek vajohati bor. Albatta eng katta shikast yetkazgani bu Madalenaning o'ng oyog'iga. Madalena ham ko'p talofat ko'rmadi-yu, lekin kuch qolmadi deyarli Jack Della Madalenada. Yotdimi tura olmadi. Mana shu narsasini ko'pchilik aytardi. U